Maslashgan sharoitda eng tuvan chiqqan bilan men ziyon tasam mayli, may kesam mayli. Manda 3 xil turkumlik bolalar pira ololmaysizlar. Ağan taqdiringladimi? Hatta o'qish puldan ikkisidan o'shiq pul qiylaysizlar va yoki yil to'shqizlar va yoki 4-5-dan o'tishingiz mumkin. Sizlarga bilinmagan shu o'rganishda qiynalgan bola to'xtamay darslar birodima. Har bir o'quvchining xarakterini, har bir o'quvchining mijozini bilgachga ma'traf daqiqa bo'ladigan yuz berayotgan uqishmaslik va yoki shu orliqda bo'ladigan tushunchsizliklar uchun nurg'un o'quvchilarmi, nurg'un oz bo'lgan badan to'lab qilasizlar, nurg'un ma'lummi, nurg'un ejr singdirsizmi, singdirgan ejriga loyiq minnat ko'rmaganlikdan o'quvchilarga faqat ko'nmas mas'uliyat tuyg'usi yo'q. Bu baribir men desam qilmaydi deydigan bir xil menda past bir energiya paydo qilgan ish va shunlashgan ma filmni tepsili ko'rgandan keyin o'zingizning va yoki ma'lumning ko'nglini o'zingizning ma'lumni o'rni qo'yib turib, ma'lumni o'zingizlar o'quvchini qo'yib turib, ankasa bir mas'ulni tushunalaysizlar. Ma'lum foydalanib qolinglar. Mana shu barliq bilan taqib qo'yinglar. Shu har qanday bir kesibda shuning o'zgarishli qiyinchiligi, shuning o'zgarishli majburiyat, mas'uliyat borlig'i uchun hamda hamma ma'lum o'qishmaydi, hamma o'quvchi o'qishmaganligi uchun men ma'lum ta'sir to'g'ri kelib qoldi. Mishdan foydalanib qolinglar. Bu gapni deyishi mening ko'nglim yerim bo'lgan asosda deyman hamda. Nima qilgan emas, mening 5imdan bo'ladi qayish, boshqa ma'lum 5 kilo qayish, boshqa o'quvchining 5 kilo qayish bo'lganligi uchun, tushunsiz bo'lganligi uchun. Birinchisi mas'uliyat, vaqt ko'z qarashim yo'q bolalar. Ikkinchisi men shu maktabga o'qish pul to'laganligim uchun o'qitish majburiyati bor. Qilmasammi, menga davomli so'zlab berib, bugun qilansam, aytganim, men o'qitish majburiyati bo'lganligi uchun men o'qitayverdi. Men bo'ysunib o'rganish kerak deb o'zining gapini rost qilib, ma'lumning o'rlashtirib bo'ysunmaydigan bolalar. Uchinchisi lafazlar ma'lumdan davomli norozilik bilan turgan bolalar. Endi bolalar o'qishib o'rgatsa, o'zini o'quvchilar bilan selishtirib olgan. Men sizga haqiqiy bu kuyinayotgan, sizni VIP deb o'qitish o'rniman da'vatgan. Sizlarga boshqa yo'lman da'vatgan ma'lumning hissiyotini men sizlarga bersam sizlarga Müşta özanlar kuzan qo'rqqan uchun ishinizlar boshda ishongankan, oyoq ishingiz kerak. Ma'lum o'rlashcha bo'ysun asosda hamma alalaysa kinishkina ya 5-10 kun burun ya 5-10 kun keyin degan maqsadda oz ketgan bilan shunayoq unum ko'rsa, shunayoq ejr ko'rsa, shunayoq maqsad o'tash bo'lgankan, o'quvchilar bijqulluq 2 kun turib olsin, 3 kun turib olsin yuritidigan vaqt o'zining vaqtida sharoit o'rlashtirmaydi, har qanday yerda asosiy o'rlashtirib boradi. O'rlashtirib past kelib vaqt o'rganib, ma'lumni egilib turgan, ma'lum topolmayotgan bola az emas. Yani az bir qism bolalar shunchalik bir ko'ngilli ejr qilib musha qaytarib biz izlab kelgan bola ko'ngil bilib bu bola qo'pab, yani oxirida odatda bir kunlik mashg'ulot ham 1 soat bo'ldi deymiz hamda. 1 soatdan qolsa, 1 soat qilgandan keyin endi sal imtiyoz yaxshiroq bola bor oranglar. U bolaga bir ish o'shqib bersa, u bola chunki sizlar tam chiqarganlik uchun qaytib berdi. Yani bola qaytmagansa buzvatganlik uchun bola qaytmaydigan ish bo'lmaydi. Shuni o'rgatgan men 2 kunda shuni ma'lum birdan boyqab qo'ylaydi. Boyqasi o'rlashtirib bersa, o'zini boshqani silishtirib olsa, silishtirgan uchun ankazlar sizlar qaytmas buzvatganlik uchun azroq qaytib ma'lum zan norazisizlar. Men o'qish o'tganda bu emas umumiy masala emas. Sizlar avvalning imkoniyatlarga, sizlar sharoitning asosida o'tayotgan ekan, maqsad o'tish bo'lgan ekan, yanlam ankazlar ma'lum o'yilgan yer bag'ishlaydi deb bo'ysunsanlar, yanalam o'tish natijasini cho'qim ilgari surishga cho'qim foydasi bor. Cho'qim kuchayga sizga. O'zaro bizlar o'rganish jarayonida birasizlar Alloh shirkatida ishingiz qilib, tangmag'man deb o'rgansan deb majbur ketib, men pul kelsin mayli menga. Pul kelsin men cho'qim zat oldi o'tib ketishim kerak. Men cho'qim yaxshi bir o'tishim kerak. Manda jiq murakkab mislni o'ylab olgansizlar. Bu beslashilgan ya emas, bu beslashgan bu. Bo'libdi, chirib o'tolmay qolsak, beshimgan ko'ramadik bunda o'zingizga o'tgan beslashgan kerak. Cho'qim yaxshi natija ko'rsizlar, sizga cho'qim o'tgandan kuchaydi. Uchinchi gapim bo'lib qolsam, shu maktabda, shopirlik maktabda hamda 2 kunlik maktab o'zgargan ekan, ankaza va'da normal o'rlashtirib vaqt o'zi bo'ysunib mashq qilaysizlar. 3-chi chiqqancha odam mashq maydonida normal bo'ladi. Mashq maydonida hamma bola jiq bo'lganlik uchun paydo bo'yicha ba'zi nomer yozib, ba'zi vaqt o'rlashtirib, maktab o'rlashtirish o'tishga o'xshamaganki, shuna qarab moslashib qilsizlar hamda. Bek oldirgan bolaga vaqtingiz qanday chiqadi va necha chiqalaysiz, shu o'rlashtirib turib, vaqt o'rlashtirib qo'yish va bunda bo'ldi. Agar imtihon maydoniga kelgan chog'da, imtihon maydoniga kelganda sizlar o'ylagan chog'da siz mashq qilman degancha mashq qilolmaysizlar. Imtihon maydoni degandan keyin shu imtihon tutgandan keyin angiz mashq qilgan bo'lganlik uchun damalliqqa sizlar vaqtinizga to'g'ri kelib qolmasligi mumkin. To'g'ri kelmaydi deb ba'zi kechlab kelsa, ba'zi elgan tanitishdan burun bolalar mashq o'rlashtirib boramiz. To'g'ri kelmagan uchun hamda elgandagi kechdiki hammadan bekorga vaqt o'rlashtirib bo'lsa mashq qilib qo'yish va o'zimizning ishlash vaqti ishib ketsa biz ishib ketdi demak qo'yish va shu vaqtning o'zida ham bola o'qish o'timiz o'tish jarayonida ba'zi bolalarning qo'lidan 5-6 soat keldi, ba'zi bolalar 20 soat kelmaydi. Siz o'ylagandek bunda bir o'yinchiq mashina emas, bog'chilikka bor. Haqiqatan mashina olganlik uchun unda oson o'ynamaysizlar. Lekin o'rganib 5 kun rasm masif o'rganib bo'lgan ekan va oson tuyuldi. Dastlabda zarar test tuyuldi. Bir o'rganib ketgan ekan, sizlar bek oson tuyuldi va 5 kun chiqolmaydi. Ba'zi bolalar 5 kun 2 kun vaqt bor bolalar. Oshda bolaga da kilometrga vaqtida hamda edemagan ekan, kilarga vaqt mashina bo'sh vaqtda jiqrab o'tib qo'ymas. Oz vaqtida ozroq o'tib qo'ymas. Maqsad o'rganish.
yoki bo'lmasa ya o'qish pul jalb qilish emas. Oshda o'tib qo'yasam, oshnamda norozi bo'lar, anday dedi, manday dedi, men o'qish pul to'lganligim uchun men mana shunday o'qish yetishim kerak deb menda o'ylab olgansizlar. Bu sizlar maqsaddan mashina haydashmi, imtihonni o'tashmi? Haqiqiy sizlar kuyinib qadam degandan keyin sizlar haqiqiy bir avvalning asosan sharoit egallab, sizlar uydigan vaqtingiz kelganda sizlarga kuchaydi, imtihonimiz baballi bachaqda, imtihon yo'q bo'ldi, yo'l berdi, imtihon yo'q bo'ldi, tuttirdi, imtihonimiz baballi o'tib qolgan keyin sizlarga imtihonimiz baballi tutgandan keyin sizlarga kuchaygancha keyin bo'lgancha yo'l berdi. Tanka panshar ashta bir-biriga yo'l qo'ygan asosda, bir-biriga mehr muhabbat yetkazgan asosda, bir-birini moslashgan asosda qilgan mashq haqiqiy mashq bo'ldi. Ananda siz cho'qim oziqdan juqur bilan ko'ra olasizlar. Oltin tegishsiz bizni to'g'ri tushunib turib, shunchalik keng qo'zoq, shunchalik hurmat bilan, shunchalik izzat hurmat bilan urfqanib bo'lib ketib o'rganayotgan o'quvchilarimiz oz emas. Bu hissiyotni o'rganib baqqan bola tushundi. O'rganib baqqan bola faqatla tushunmaysizlar, kichikkina tushunmaysizlar. Haq oson, ta'sisi tez deydiganlar to'g'ridan boshqa bilasi yo'q. O'rganib baqqan bolada, o'rganib baqqan bola magibni tik yetalaysizlar. Gapini ras qilmay, moslashgan sharoitda eng tuvan chiqqan bilan men ziyon taslanmaylar, maykasi maylar, aniq o'rtama pul jalanglar. Men o'qish bilan olib keldi deganda men hayotimda bir o'quvchiga birasini qilib baqqan yerim yo'q. Lekin qilmay qolib qolsanglar, chinroq tutgan, men yana o'tamaysiz, ziyon sizga bo'ladi, menga bo'ladi, ikkalang tang bo'ladi. Shuning uchun tang vaqt isrof bo'ldi deb qilingan yeringni chinroq nazariyani, amaliyotni, mashina haydashni uch xil texnik birlashtirib o'ynang deb vaqt ko'rishaq bo'ldini. Men nasihat qilib yurib, tarbiya qilib yurib, shu yo'lga yetaklab qilqa ish bor. Nurg'un bola tushunsizlar buni. Nurg'un az bir qism bola tushunmay ekansizlar. Chunki sizlarga 10 o'rin deb tursa, 3 qitim 4 qitim so'l qo'ymasanglar, ma'lumni yig'ishdan birin sağandaklar bo'lasizlar. Maydasang aytib to'g'ri, vachi desanglar, men yon o'tag'idan qanday hissat bo'lganligini shu sizlar ma'lum onu qo'ygan ekan, angizlar tushunsizlar. Sizlarcha ma'lumni gapaman bu. Amaliyotda pul maqsad qilmasaqchi, siz yaxshi, siz yaraysiz, siz chiroyli ekansiz. Dolar qachatlab qo'yib, qo'yamizmi, pul nurg'un pul sug'urasizmi, o'zing bilmayman, chiqim tortib qolasizlar. Endi bizning maqsad unda bo'lmaganlik uchun, nurg'un bola qiyinchilik bo'lganlik uchun emniyatni rasullatimiz. Ba'zilar gapimiz shunda xo'shaqda, ba'zilar azroqlarga xo'shaqmasligi mumkin. Bir o'tib o'quvchilarimizdan xushallik shunda o'zimizning bir qilgan kasbni suyunib, shunda bir kuyunib, o'quvchimiz qilgan hayotimiz pul orqali emas, o'quvchilar bergan rahmat deb ko'zishidan yig'lab turgan, o'sha chin ko'ngildan chiqqan o'zining shu rahmati bilan biz puldan chiqarib o'zi qilayotgan chaqda bir ish ko'ngil chiqib o'sha tushunsiz qilib qo'yib, hammamizni kayfiyatini buzib qo'ydi sizlar. Hammadan o'xshash emas ekan. Men gapni har qanday mayli to'xtamda bo'lsin, mayli oldinglar deb qo'yma, deginim degan, qiyqinim qiygan, degan bo'yicha o'qitma. Tushuntirning o'zida VIP bo'lgan bola eng azosan 10 soatda mashina o'qityapman men. Mishna ishni amal qilsanglar 10 soat o'qitamay qolsam, soat vizkoda men ko'p bilan qaytirib bersam bo'lardi. Mushunda o'qitadigan mushunda bo'lsa, meni boshdan o'rgan sog'lim bo'ldi. Lekin men o'tish o'qitma, lekin eshib ketdi demayman. Davomli bundan aloqa qilishinglar. Bu shop maktabda davomli o'qish qilib, o'rganish o'ylayotgan bola aloqa